Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan moshni sochni qilib shashlikcha pishiramiz. Go'shtdan kesib olamiz, lahm joyidan, dirkillagan sochni joyidan va go'shtni shashlikka mos qilib kichkina qilib to'g'rab olamiz. Chiroyli shaklda. Bismillah. Go'shtni sochni joyidan olib, bir xil shaklda to'g'rab olamiz. Vah, qaranglar. Go'shtni dirkillab sochni moshni bo'lib turishini qaranglar buni. Go'shtlar qaranglar, to'g'rash jarayonida o'zida yeb qo'ygan keladi ham, qarang. Vah. Ishtahani o'chiradi. Mana chiroyli qilib bir xil shaklda shashlikka bo'lib qolib, to'g'rab oladi. Miramirga o'xshaydi go'sht, qaranglar, miramirga. Ay, ko'rib turganlaringizdek hammasini bir xil chiroyli shaklda qilib kesib oldik. Endi buni yaxshilab tuzlab, ziravorlarni solib, dam berib qo'yamiz ozgina. Tapga qarab tuzdan solamiz. Ziravorlarni juda ko'p ham solavermaymiz, chunki ta'mini buzib qo'yadi. Ozgina. Bu ziravorimiz qanaqa ziravorligini o'zlaringiz kommentariyga yozib ketinglar qani, lekin nimaligini sizlarga aytmayman. Yaxshilab olishtiramiz. Mana shunday ajoyib tabiat qo'ynida endi sizlar bilan shashlikni pishirishni boshlaymiz do'stlar. Tugala shashlikka, qadrdonlar. Nima deyapti bu? Qani endi ta'mini ko'ramiz shashlik. Sokini qaranglar, sokini.